Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısında görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti barlıq Şərq Türkistanlıqlarının Ramazan ayını təbriklədi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Amerikanın Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatında daimi turuşluq elçisiga ayıplash yetarlik emas. Xalqaro jamiyat cho'qim amaliy harakatga o'tish kerak dedi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Shi Jinpingning Rossiya ziyaratiga qarta Xitoyning maqsadi xalqaro qonun va tartibga qarshi birlashma front qurish dedi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamma alqishlar va maqtashlar butun koinotning egisi, xo'jayini va podshohi Allohga bo'lsin. Bütün qo'llashlar va omon-esanliklar shu Allohning do'stlari bo'lgan payg'ambarlarga, ularning sabdoshlarga, yo'ldoshlariga va haq yo'lda manganlarga bo'lsin. Hamma qarg'ish va la'natlar zolimlarga, shaytonlarga, dajjallarga va tag'utlarga bo'lsin. Assalomu alaykum qarindoshlar. Ramazon oyi yetib keldi. Hammamizning Ramazon oyimiz muborak bo'lsin. Bu oyda qilgan ibodatlarimiz maqbul va duolarimiz qabul bo'lsin. Amin. Qarindoshlar, Ramazon oyining bu kunlari odatdan tashqari ulug' kunlar bo'lib, bu kunlarda samimiy qilingan har qanday duo ijobat bo'ladi va har qanday tilak qabul bo'ladi. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem Ramazan oyi haqida Ramazanning boshidagi 10 kuni rahmat, o'rtadagi 10 kuni mag'firat va oxirgi 10 kuni jahannamdan ozodlik degan. Bu hadisdagi rahmat degan so'z samimiy pushaymon qilgan gunohkorga ich og'irtish degan mazmunda. Mag'firat degan so'z samimiy tövbe qilgan va samimiy tövbe qilgan gunohkorlarning Allohning rahmatiga va kechirim qilishiga noil bo'ladiganligi. Hatto bu gunohlarning jahannamdanmi ozod bo'ladiganligi bayon qilingan. Qarindoshlar, jahannamdan ozod bo'lish deganlik bir insonning birinchi numurli qalbisi hisoblanadi. Chunki inson bu dunyoga jahannamdan ozod bo'lib olish uchun avatilgan. Jahannamdan ozod bo'la olgan kishi g'oyasiga yetgan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom bu haqiqatni bizga bu hadis orqali tushuntirgan va o'zimi bu haqda bizga mukammal bir o'rnak bo'lgan. Qarindoshlar, bizmi payg'ambarimiz alayhisalomni rahbarimiz aytganmiz, bu Ramazonni cho'qim duo qilish, ibodat qilish, gunohlarimizga pushaymon qilish, tövbe qilish, istig'for aytish va Allohga yalvurish bilan o'tkazishimiz lozim. Chunki biz Alloh taolo tarafidan oxiratni qozonsin va jahannamdan qutulsin deb berilgan hayotimizni barbod qildik. Eng yomoni bu dunyo hayotimizning qo'rg'ini bo'lgan ona vatanimiz o'zimizning bo'shanligidan dushmanimiz Xitoy tajovuzchilari tarafidan tortib olindi va millat sifatida tarixda hech kimning boshiga kelmagan zulmlar va irqiy qirg'inchilik ostida yashayapmiz. Ana vatanimizni qo'ldan berib qo'yish bizni bu dunyoda xor qilganidek, oxiratimizni qozonadigan butun shart-sharoitlarni qo'limizdan oldi. Mana shunday bir amaliyot ostida xorliqda yashayotganligimizni his qilib, xatoliklarimizni e'tirof qilib, gunohlarimizga tavba qilib, butun dunyo tarafidan tashlanib yetim bo'lib qolganligimizga iqror qilib va ojizligimizni tan olib, mushu ulug' kunlardami bo'lsa duo qilishga va yaratgan egimizga yalvorishga yarmasak, Beşimizga kelgan bu ichinishlik va ibratlik oqibatdan qutulib ketish mumkin emas. Janobi Alloh bu haqda Qur'oni Karimda Sura Furqon oyatida bizga xitob qilib mundaq deydi. Ularga aytqinki, agar duoyinglar bo'lmasa, mening Rabbim sizlarga qanday ichinishlik oqibatda qilishinglardan qat'iy nazar pisand qilmaydi. Sizlar zodi inkor qilib bo'ldinglar. U inkorning natijasi albatta sizlarni tutadi. Qarindoshlar, duo qilish ibodatdir. Ibodatning yilikidir. Ruhidir ve insonligimizning belgisidir. Dua demek Allohga yalvurish demektir. Allohga dua qilmagan va yalvurmagan inson Allohdan boshqa hamma narsaga yalviradigan holga tushib qoladi. Halbuki Allohdan boshqa hech narsaga yalvurishga arzimaydi. Qarindoshlar, Sharq Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan Sharq Turkistonning qayta mustaqil bo'lishi uchun duo qilaylik. Sharq Turkiston xalqining ozodligi uchun duo qilaylik. Xitoy tajovuzchilarining halokati uchun beddua qilaylik. Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilarining qo'lidan qutulib, mustaqil bo'lishiga kuch chiqargan ajdodlarimizning gunohiga, ota-onalarimizning gunohiga va o'zimizning gunohlarimizga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan istig'for aytaylik. Chunki biz ig'ir oqibatga bir yoki bir qancha kishining xoinligidan emas, balki butun bir millat sifatida bo'shanligimizdan, siyosiy jihatdagi galvonligimizdan va haq-naq oldidagi maydonsizligimizdan, dushman tunishimizning beklatuvligidan shundaqla Alloh oldidagi itoatsizligimiz va osiyligimizdan mushu oqibatga qoldik. Shuning uchun biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik.
Biz gerçi Xitoy oldida mazlum bo'lsakmi, ammo o'zimizga bekli zolim. Xitoyga bo'lgan o'chmanligimizga nisbatan o'zimizga bo'lgan dushmanlik va shafqatsizlik bekli ig'ir. Bizda dushmanga ishlash yoki dushmanga itoat qilish ancha nomus bilinmaydi. Ammo o'zimizga ishlash va bir-birimizga hurmat qilish yoki bir-birimizga itoat qilish nomus bilinamdikin, bir-birimizni ko'zga ilmaslikda birinchi o'rinda turamiz. Qarindoshlar, Allohning ism sifatlarini va ne'matlarini sanab tugatgili bo'lmagandek, inson bo'lish sifatimiz bilan bizning gunohlarimizni va xatoliklarimizni sanab tugatish mumkin emas. Shuning uchun mushu ulug' kunlarda o'zimizning gunohlarimizga va ajdodlarimizning gunohiga butun millat sifatida tavba qilaylik. Umidimiz shuki, Alloh gunohlarimizni afv qilib qolsa ajab emas va bizni millat sifatida takror uyg'otib qolsa yoki tirildirib qolsa ajab emas. Xususan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimizga yordam qilishiga duo qilaylik. Bizning qayta tirilishimizga duo qilaylik. Xitoy tajovuzchilarining halokati uchun beddua qilaylik. Chunki Xitoy tajovuzchilari bizning dushmanimiz bo'lganidek, Allohning dushmanidir va butun insoniyatning dushmanidir. Janobi Alloh hammamizning bu ulug' kunlarda qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Dualarimizni ijobat qilsin va Xitoy tajovuzchilari halokatining bizning qo'limiz bilan bo'lishiga nasib qilsin. Amin. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 2022-yili maxsus qaror olib, har yili 15 mart kunini Xalqaro islom vahimasiga qarshi xotir kun qilib bekitdi. 2023-yillik tunji navbatlik Xalqaro islom vahimasiga qarshi kurash kunini xotirlash favqulodda yig'ini 10 mart kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh shtabida chaqirildi. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doimiy turishliq elchisi Thomas Greenfield xonim yig'inda so'z qilib, Xitoy Sharq Turkistondagi etnik va diniy guruhlarga og'ir inson haqlari dafsanchiligi va irqiy qirg'inchilik yurgizyotidi. Xalqaro jamiyat cho'qim bu vahshiyliklarni o'zliksiz turda ayblashi, tutqun qilinganlarning qo'yib etilib, oilalari bilan jam bo'lishini talab qilishi kerak dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisi Thomas Greenfield xonimning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni ayblaganligiga rahmat aytamiz. Ammo ayblashlar yetarli emas. Amerika va boshqa davlatlar cho'qim irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun amaliy harakatga o'tish kerak dedi. CNBC xabar kanalida 21 mart kuni e'lon qilingan Xitoy Rossiyaga yordam berish orqali nimaga erishmoqchi degan temadagi maqolada Xitoy davlat rahbari Xi Jinpingning Rossiyaga ziyorat qilishi aqllarga Xitoy jug'rofiylik siyosiy jihatda Rossiyaga qanday yordam qila oladi va nimaga erisha oladi degan savollarni elib keladi. Rossiya 1 yil ilgari Ukrainaga tajovuz qilib, iqtisodiy va harbiy patqoqqa ketib qolganda, Xitoyning uningga yordam qilishni xohlaydiganligi sir emas. Xalqaro jazo Rossiyaning g'arb bozorlariga kirishdan chekladi. Ukrainada davomlashayotgan urush qonliq oyga chiqmas bir holatga aylanishining barliq alomatlarini ko'rsatib berdi. Agar u mag'lub bo'lsa, Moskva siyosiy o'zgarishni keltirib chiqardi. Bu orqa ko'rinish ostida ikki rahbarning uchrashishi Ukrainadagi urush va Xitoyning tinchlik planini muzokara qilganligini ko'rsatdi. Tahlilchilarning aytishicha, Xitoy g'arbning jazolashining ta'siriga uchramay, Rossiyaga yordam qilish yo'llari ustida izlanmoqda ekan. Cho'ng masala shuki, Xitoy Moskvaga yordam berish badaliga nimalarni talab qila oladi? Xitoy hargizmi boshqalarga foydali bo'lish uchun harakat qilmaydi. Aralish orqali ma'lum manfaatga erishishni ko'zlaydi. Analizchilarning tahlilidan qaraganda, energiyaga munosabatlik boshqa kelishimlarga imzo qo'yishidan umid bor. Beijing balkim Rossiyaning tovarlari va boyligiga e'tibor bahada erishishni o'ylashi, Tayvanni ishg'ol qilish urushi boshlasa, Rossiyaning qo'llashiga erishishiga muhtoj bo'lishi mumkin. Xitoy Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi va uning taraqqiyotini kuzatish orqali o'zining Tayvanga tajovuz qilsa, oqibatining qanday bo'lganligini mo'ljarladi. Xitoy bilan Rossiyaning o'rtaq nuqtalari ko'p. Ideologiyasimi o'xshash. Ularning g'arb bilan munosabati yaxshi emas. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotini ko'ziga ilmaydi. Amerikaning dunyoga hokim bo'lishini xohlamaydi. Ko'p qutbli bir dunyoni orzu qiladi. Shundaqdimi Xitoy o'zining strategik sheriklari va nishonini saqlab qolishda ching turish kerak deyildi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, Xitoyning Rossiyadan nima talab qilayotganligi aniq. Xalqaro qonun va tartiblarga qarshi birlashma front qurish, kelajakdagi Tayvan ishg'oli uchun qo'llashni qo'lga keltirish, yaqinlashgan Tayvan ishg'olining dunyo urushiga aylanish mumkinchiligi ostida
işbirligi shakllantirishdan iborat dedi. Mening vatanim mangu Sharqi Turkiston. Abduri Sarvi. Qancha ismi barkina vatanimning nimishqa. Qaymoqman o'zimmi boshqalarga degicha. Necha yerda necha xil ismlarga boy vatan. Bizdan boshqa millatda tepilmaydi meningcha. Xo'rliq tortib, qizirib deymiz dunyo eliga. Biz kelgan bek yiroqdan ipak yo'li qo'ynidan. Besib oldi Xitoylar vatanimni, beg'imni. Yangi chegara Shinjong deb atib oldi orqadan. Tortimiz degicha Shinjong degan bu nomni. Ahanatning kuchidan qirsildatgan so'ngakni. Vatanining ismini qo'g'dayolmas xalq biz. Demek berdik dunyoga ashundoq bir uchurni. Kimlar ijod qildikin Uyg'ur eli degan gap. Xabarida davomliq yozadigan ashundoq. Uyg'ur eli diyori vatanimiz ismi ekan. Nadin kelgan mantiqa vijdoningdan so'rab baq. Her qitim bu ismni ko'rganimda bitidan mo'rillarim salpiyib tushib ketar boshlarim. İngiraydu bu yürek o'q tekkandek beg'iga. Unutib qoptu ba'zilar ismingni vatanim. Uyg'uriston söyümlük anglanadi quloqqa. Umid arzu istaklar mujassamdir uningda. Yangi boshdan ot silib yangi da'vo boshlamdik. Konu dava yatamdu yerim yolda kulungda. Samet bolsa ismingiz özünüzde erkinlik. Karımız yok özgerse Ahmet yoki Kemekke. Tikip süküp oynaşqa eski çapan emas o. Muqaddas bir isim o kelgen qanliq bedelge. Yolu davan bolsumu, eti uruq bolsumu. Atalarning pallisi bo'lgan Sharqi Turkiston haqqi berib ahdini kuyib vatan ishqida. Bu ismni zikr qilib minglab shahid bergan jon. Vatanimiz ismi o go'zal Sharqi Turkiston. Ajdod tikkan ko'chat o qonlarida sug'argan. Palti chapqan ne qo'llar qurib ketdi ko'rdik biz. Elip yürün yürekte sizge birer şarapşan. Atımraz isim bu vesiyetler oyulgan. Yuqalsı ger bu isim yuqarnumus hem vicdan. Kamil iman atılar neslidin ger bolsanız. Deysiz mening vatanim mangu Sharqi Turkiston. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kögün anlaş üçün köp rahmet. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishgacha Allohga omonat bo'lgaysizlar.